Sizlar ham suyoqat qilsanglar oldiga nimadir tayyorlashingiz shartmi? Bugungi suyoqatim yoniga yog'lama tayyorladim. Shuncha paytdan beri o'zimni qiynab, somsa, pirojkilar pishirib yurar ekanman. Turk ayollari ham bilishadi nima tayyorlashni. Ham oson, ham mazali. Hech qancha vaqtingizni olmaydi. Qizib turgan yog'da oldin qiymamizni, undan keyin cho'pirdan o'tkazgan mahsulotlarimizni qovurib olamiz. Tuz va ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. 300 gram tomatni sok solib 15 minut qaynatib olamiz. Ishimiz yana ham yengilroq bo'lishi uchun tortilladan foydalandim. Lavash xamirlarini ga bo'kib sousimizga botirib olamiz. Ustidan tayyor bo'lgan qiymali nachinkamizni solamiz. Xuddi shu tarzda lavash qiyma qilib taxlab chiqamiz. Eng ustiga qiymalarimizni solib, singishi uchun birozga qoldiramiz. Shu orada bekor o'tirmaslik uchun idishlarimni tagida turadigan sochig'imni oqartirib oldim. Hozir dog' bo'lgan sochiq va kirlarimni hech qachon qo'limda ish qalamayman. Chunki menda Bavis super очистители bor. Qaynoq suvga Bavis solib 15 minutga bu sochiqni ivitib qo'ydim. Birpasda oppoq qilib tozalab berdi. Endi taomga qaytsa ham bo'ladi. Smetanaga bir dona chesnokni qirg'ichdan o'tkazib sovuramiz. Tayyor yog'lamamizni ustidan qo'yib, bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Ishontirib aytaman, tayyorlab ko'rmasangiz afsuslanasiz.